Tushda qariya ko'rishning ta'birlari. Biror kishi tushida keksa odamning o'z uyiga kirsa va salom berib yaqinlashsa yoki keksa kishining orqasidan yursa, orzu qilgan davlatga erishadi. Yosh kishining tushida keksa holda ko'rinishi zaiflikka ishoradir. Keksa insonni tush ko'rgan kishi dushmandan ustun keladi. Zanji ochiq chehrali bo'lsa, yaxshilik alomati. Xunuk xo'mlaygan bo'lsa, g'am kulfat nishonasi deb ta'bir qilinadi. Tushda juda keksaygan qariyani ko'rish uzoq umr ko'rishga ishoradir. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling va kunlik video lavhalarimizni o'tkazib yubormang.